Do'stlar, hammaga salom. Tuzumsiz, sog' salomatmisizlar, charchamasdan. Qashqadaryo viloyati Shahrisabzda yangi filial ochdik. Xudo xolisi barchalarni viloyatdagi vatandoshlarimizni shu filialimizda ko'rsak xursand bo'lamiz. Endi yanada buyurtma berishinglar oson bo'ladi. Xudo xolisi, chunki sizlarga bir qadam yaqinmiz. Xo'p, ushbu lokatsiyamizni qisqacha tanishtirib o'taman va albatta hozir bizda ochilishga tayyorgarlik ketyapti. Sborka jarayonlari, reklamli bannerlarni aytganmiz. Xudo xolis tayyor bo'lganda ochilish kunini belgilaymiz va sizlarni hammanglarni barchalarni ushbu filialimizda kutib qolamiz. Lokatsiyamiz bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz sizlarni. Xo'p, mana ko'rib turganlaringlardek, o'ng qo'limizda bu yerda eski Taxta bozor perkruskasi ekan. Bu yerda mana kran va shunaqa bitak bor ekan. Ro'paramizda mana Sanjar shashlik go'sht markazi ekan va albatta chap qo'limizda mana Pedinst shu ko'chada joylashganmiz. Xudo xolisi kelganinglarda mana 3 etajli zdaniya eski mamyoda sayyoh oilaviy restorani bo'lgan ekan. Xudo xolisi bu yerga reklama bannerlarini aytdi. Hop, salonimizni bir qisqacha obzor bilan tanishtiraman. Mana ko'rib turganlaringlar. Texnikali yetkazilib olib kelinyapti. Ya'ni yo'lda yengilari Xudo xolisi hozir mana sborka jarayonlari ketyapti. Sekin mana. Barchalarni ushbu manzilda kutib qolamiz. Test drive bor, kelib test qilib ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta kelgan mijozni ko'rib xursand bo'lamiz. Ko'rganda hamisha xursandmiz. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat hammaga.